Nazimjon Halilov hamda Dildora xonim Jo'raqulovaga bir gulgiroz qarsaklarni kutib qolamiz azizlar. Rahmat. Qarsak chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Yana bir bor konsertlar, bayramlar muborak bo'lsin. Bugun buni qarangki, davramizda el suygan san'atkor Nazimjon Halilovning onajonlari ham davramizda ishtirok etyaptilar. Albatta she'riy tarzda onajonimizga yurak dil so'zlarimizni havola etamiz. Undan so'ng Nazimjon Halilov qalblardagi onajonimizga bo'lgan madh etuvchi kuy-qo'shiqlar bilan onajonlarga esdalik sovg'alarni topshiradilar. Ming afsuslar bo'lsinki, sevimli xonandamiz Nazimjon Halilovni otajonlari To'raqul akamiz bu olamni tark etganlar. To'raqul akamizni ham yotgan joylari jannatdan, oxiratlari obod bo'lsin. Bugun farzandlarni quvonchli kunida, farzandlarni konsert dasturida mana shu davramizda ruhlari aylanib shod bo'lib yuribdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Onajonimizga farzandlarni quvonchli kuni konsert dasturi muborak bo'lsin deb qolamiz. Qalbingni og'ritgan anduh bo'lsa ayt. Hech kimga aytolmas armoning bormi? Qamchilay hoziroq azoblaringni. Onajon, bir bora armoningni ayt. Sen meni qaylardan tilab olgansan. Men uchun ming bitta uyga tolgansan. Sen kutgan farzanding bo'loldimmi yo'q? Onajon, bir bora armoningni ayt. Har kunimda to'g'ri kelgan dasturxon, nomini ham bilmaganing ko'p davom. Mehmonimsan, mehmon qilay egiryon. Onajon, bir bora armoningni ayt. Istaging bormikan ushalmay qolgan? Yo seni deydan ko'p, yo ishonmaysan. Men bir qoyinga tuz cho'kar tog'lar. Onajon, bir bora armoningni ayt. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Yo'q, yo'q so'zim emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Shukr qilay dunyoda, shukr qilay dunyoda onam bor ekan. Qo'llarim ko'ksimda qilaman ta'zim. Axir qalbingizdan qon berdiz menga. O'zizdan o'zizman, ko'zizdan ko'zim. Qaniydi ona tabiat qo'lida bo'lsa, abadiy etolsa sizni umringiz. Shamol bo'lib uchib yeldim, onamning duosi bilan. Shukrlarga yetib keldim, onamning duosi bilan. Obro' shuhrat va shon topdim, ulug' ne'mat rizqon topdim. Obro' shuhrat va shon topdim, ulug' ne'mat rizqon topdim. Soyasida davron topdim, onamning duosi bilan. Soyasida davron topdim, onamning duosi bilan. Alloh bergan davlatimdir, qadamlari jannatimdir. Yo'limda nur, qalbda huzur, onamning duosi bilan. Alloh bergan davlatimdir, qadamlari jannatimdir. Yo'limda nur, qalbda huzur, onamning duosi bilan. Mehr bilan boshim silab, o'tirarlar umrim tilab. Yuribman mana erkalab, onamning duosi bilan. Mehr bilan boshim silab, o'tirarlar umrim tilab. Yuribman mana erkalab, onamning duosi bilan.
joyman onamning duosi bilan. Adolatli dilga joyman onamning duosi bilan. Alloh bergan davlatimdir, qadamlari jannatimdir. Yo'limdan nur, qalbda huzur onamning duosi bilan. Alloh bergan davlatimdir, qadamlari jannatimdir. Yo'limdan nur, qalbda huzur onamning duosi bilan. Yo'limdan nur, qalbda huzur onamning duosi bilan. Yo'limdan nur, qalbda huzur onamning duosi bilan. Onamning duosi bilan. Onamning duosi bilan. O'sha yoshlik falonchi davrlar, qo'l ushlashib yurganing yodingdami? O'sha yoshlik falonchi davrlar, qo'l ushlashib yurganing yodingdami? Maylurim ko'klingni tatqilab, tutqich ber men qochganing yodingdami? Maylurim ko'klingni tatqilab, men qochganing yodingdami? Tutqich ber men qochganing yodingdami? Dasta dasta qizil gullar terganim, gullar qo'shib sevgimiz xor etganim. Dasta dasta qizil gullar terganim, gullar qo'shib sevgimiz xor etganim. Majnun tog'dagimda ilk bo'lsa berib, la'ladin yonganing hech yodingdami? Majnun tog'dagimda ilk bo'lsa berib, la'ladin yonganing hech yodingdami? La'ladin yonganing hech yodingdami? Aşıqlar kitabını oqib yodetdik. Mana davr o'tib kamolga yetdik. Aşıqlar kitabını oqib yodetdik. Samodagi to'lin oydan baxtlab, va'dalashgan vaqtimiz yodingdami? Samodagi to'lin oydan baxtlab, va'dalashgan vaqtimiz yodingdami? O'sha yoshlik falonchi davrlar, qo'l ushlashib yurganing yodingdami? O'sha yoshlik falonchi davrlar, qo'l ushlashib yurganing yodingdami? Maylurim ko'klingni tatqilab, tutqich ber men qochganing yodingdami? Maylurim ko'klingni tatqilab, ber men qochganing yodingdami? Va'dalashgan vaqtimiz yodingdami? Tutqich ber men qochganing yodingdami?
Shamanni ambari qaysi makon sarvari bir o'zi yoqitmi seni qaysi kanni gavhari sana banda bo'libdir o'z olaminda bari o'zing solding qalbima gitma ko'zimdan nari kimni sevar yarsan söyleme ay pari bana bir bak bak bana bir bak bak bana bir bak 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 bana bir bak bak Karar, sana görüp eymalak Aslını bayan eyle, etme yolunda halak Haydin geldin yanıma, bir gel özünden derek Bak eyledin nazını, kıyınından çıktı yürek Kimni sever yarsan, söyleme ey peri Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak sever yarsan söyleme ey peri Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak Balantolar başında Abba abba karıken Göğsündeki düğmeli cık başana Kimni sever yarsan söyleme ey peri Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak, bana bir bak bak Hayallarım oldun beni Ne köylere saldın beni Hayallarım oldun beni Ne köylere saldın beni Berbat etip halavatın Yüreğimni çaldın beni Ultraman uylanaman Tülganaman hamlanaman Seni mavi gözlerinle Humar humar sağınaman Humar humar sağınaman Osmanımda humaydin Malakatları gabaydin Osmanımda humaydin Malakatları gabaydin Kuru malaklar elinde Benim için bir aydin Ultraman uylanaman Tülganaman hamlanaman Seni mavi gözlerinle Humar humar sağınaman Humar humar sağınaman Ultraman uylanaman Tülganaman hamlanaman Seni mavi gözlerinle Humar humar sağınaman Humar humar sağınaman Ultraman
O'ylanaman, to'lg'anaman, hamyonaman. Seni mavi ko'zlaringni xumor xumor sog'inaman. Xumor xumor sog'inaman. O'tib ketdi yonimdan yuzlari xushro'y, atirlari o'xshinin munchalar xushbo'y. O'tib ketdi yonimdan yuzlari xushro'y, atirlari o'xshinin munchalar xushbo'y. Ko'rmadim shunchalar go'zalni voy voy, qarab qoldim izidan shunda xayol voy. Yana bir qara, yana bir qara, sevdim seni qarolmayman boshqa qizlara. Yana bir qara, yana bir qara, endi men qarolmayman boshqa qizlara. Qayrilib qarashlari aqlim olarda, o'zini chaqmoqlari o'tqa solarda. Qayrilib qarashlari aqlim olarda, o'zini chaqmoqlari o'tqa solarda. Kunlar uyqusiz tonglar o'tarda, sevgi degan alovda yurak yonarda. Yana bir qara, yana bir qara, sevdim seni qarolmayman boshqa qizlara. Yana bir qara, yana bir qara, endi men qarolmayman boshqa qizlara. O'tib ketdi yonimdan yuzlari xushro'y, atirlari o'xshinin munchalar xushbo'y. O'tib ketdi yonimdan yuzlari xushro'y, atirlari o'xshinin munchalar xushbo'y. Ko'rmadim shunchalar go'zalni voy voy, qarab qoldim izidan shunda xayol voy. Yana bir qara, yana bir qara, sevdim seni qarolmayman boshqa qizlara. Yana bir qara, yana bir qara, endi men qarolmayman boshqa qizlara. Yana bir qara, yana bir qara, sevdim seni qarolmayman boshqa qizlara. Yana bir qara, yana bir qara, endi men qarolmayman boshqa qizlara. Rahmat. Farzandi, Jinov shaharchasini farzandi Nazimjon Xalilovga bir guldiroz qarsak bo'lsin aziz muxlislar. Bormi bir guldiroz qarsaginglar? Ilohim qarsak chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Uyingizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Ishingiz tushsa faqat san'atkorga tushsin azizlar. Go'zal ashula va raqs xalq ansamblining iste'dodli ishtirokchisi, ko'plab tanlovlar g'olibi Dildoraxonim Juraqulovani badiiy sahnamizning badiiy maydoniga chorlab qolamiz. Sari qo'shiqlar guldastasini siz aziz muxlislarga havola etadilar degan umiddamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz Mirishkor Jinov ahli. Barchalaringizni bugungi yaxshi kun bilan muborakbod etaman. Barchaga ko'tarinki kayfiyatlar tilagan holda konsert dasturimizni davom etamiz. Qani marhamat, go'zal kuy qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
ko'ngil. Dunyoning go'zallari yig'ilsa, o'zimdek bo'lolmaydi tuzilsa. Bir donang muhabbating o'zim, mayli unut joning qachon uzilsa. Dunyoning go'zallari yig'ilsa, o'zimdek bo'lolmaydi tuzilsa. Bir donang muhabbating o'zim, mayli unut joning qachon uzilsa. От меня обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнит меня. Бармен, налей и от меня обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнит меня. Когда-то мой полон, друзей вокруг так много. Когда-то пусто снова исчезают пустословы. Когда крыла немного, тебе не одиноко. Когда-то пусто снова исчезают пустословы. Напью до дна, позабыли друзья, налей, налей от меня. Бармен, налей всем от меня, обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнит меня. Бармен, налей и от меня, обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнит меня. Aşkarım araz kes, ben çumeyim sirtem yan kes. Lurtajgume hakiz arites, arites, arites. Kes handrume mi gena, gena. Mena indir kummena, mena. Sveti sara keftaket, mena kopdis dulina. Sveti sara keftaket, mena kopdis dulina. Kes handrume mi gena. Mena indir kummena, mena. Sveti
sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim, artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Ümitlerimi kırdım, hayallerimi yıktım. Ümitlerimi kırdım, hayallerimi yıktım. Benim aklımı aldın, benim aklımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Sana dönmeyeceğim. uchun badiiy sahnamizning badiiy maydoniga chorlab qolamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum qishloqdoshlar. Konsertimiz yoqdimi? Siz qancha xalqimiz mana shunday konsertga chanqoqligingizni bilib, mana shu hokimligimizga rahmat, mana shu bizni qo'riqlab turgan ichki ishlarimizga rahmat. Siz xalqimiz qancha mana shunday kelaversangizlar, mana prezidentimiz tashabbuslari bilan madaniyat xodimlari mana shu konsert dasturlarini xalq bilan birgalikda, xalqning ichiga kirib o'tkazinglar degan qarorlari asosida mana shu Mirishkor tuman Go'zal Arshur raqs ansamblini jamoasiga rahmat aytamiz. Mirishkor tuman hokimligiga rahmat aytamiz. Mana o'zimizni mana shu tinchligimizni qo'riqlab turgan mana posbonlarimizga rahmat aytamiz. Siz mana shu xalqimiz yana qancha yana nima qilib kelaversanglar, biz mana shu madaniyat xodimlari sizlarga yana shu konsert dasturlarimizni namoyish etib boraveramiz. Va mana shu fursatdan foydalanib mana shu konsertni tashkil qilgan bir guruh san'atkorlarimizga, bir guruh ijodkorlarimizga shu Kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan tashakkurnomalar taqdim etmoqchimiz. Mana shu Go'zal Ashur raqs ansamblining badiiy rahbari Ibragimova Dilbar opamizni chaqiramiz va jamoalarni hammasini mana shu davraga taklif qilib qolamizda, bularni mana shu mehnatini qadrlab, shularni mana shu tashakkurnomalar bilan taqdirlab qolamiz. Qani kelasiz. Dilbar opa, ijodingizga doim Xudo Alloh omadingizni bersin. Mana shu ijoddan to'xtamang, mana shu jamoaga badiiy rahbarlik ko'p yildan beri bilamiz sizni, mana shu badiiy rahbarlik qilib kelyapsiz. Bundan keyin mana shu xalqimizga yana shu konsert dasturlarini namoyish etavering. Mana shu Nazimjon, mana Najmiddinjon, Dildorajon, mana shu Dildoraxonlarni hammasini Alloh omadini bersin. San'ati bundan ham ziyoda bo'lsin. Mana shu jamoangizga mana shu Mirishkor tuman madaniyat bo'limi Kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan mana shu tashakkurnomalarimizni taqdim etamiz. Mana bu
Mirishkor tuman madaniyat bo'limi kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan go'zal ashula raqs ansambl konsert dasturiga faol ishtirok etgani uchun Ibragim va Dilbar opani mana shu tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Mana shu konsertga yana mana faol qatnashgan shu Haylilov Nazimjonni ham mana shunday tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Nazimjon, ishlaringizga omad. Doim mana shu ijoddan to'xtamay, xalqimizni doim yaxshi kunlarda xizmatda bo'ling. Yana bir tashakkurnomamiz mana shu Xorazm viloyatidan kelib, mana shu konsertga o'zini vaqtini ayamay, o'zini san'atini ko'rsatib, Dildora raqqosa singlimizni ham davramizga taklif qilamiz. Shu singlimizni ham shu tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Davramizga yana mana shunday tashakkurnomalarda mana shu singlimiz, mana shu Dildoraxon Hofiza singlimizni ham davramizga taklif qilamiz. Mana shu Dildoraxonni ham mana shunday tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Kishida ham ijodlariga Xudo Alloh omadlarini bersin, xalqning nazaridan qolmasinlar. Doim xalq bilan birgalikda san'atingizga san'at ko'z tegmasin. Doim xalq bilan birga yuring. Mana shunday tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Mana shunday tashakkurnoma bilan mana shu san'atkorlarimizga qanot bo'lib turgan, san'atni, mana san'atkorlarni nima deydi? Qanoti sozandalar deydi. Mana shu sozandalarimizni ham bir guruh sozandalarimizni mana shunday tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Hammalariga mana katta rahmat. Shu san'atkorni san'atkor qiladigan degan maqolaga qaraganda mana shu muzikantlarimizga rahmat. Muzikantlarimiz bo'lmasa san'atkorlar chiqa olmaydi. Shuning uchun mana shu muzikantlarimizni ham davramizga taklif qilamizda, shu tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Mana shu gitarist akamiz, Fozil akamizga ham rahmat aytamiz. Qo'llari dard ko'rmasin, shu gitara chalishga xalqimizga ko'p yildan beri mana xizmat qilib kelyaptilar. Bundan keyin ham shu xalqning xizmatidan charchamang aka. Rahmat sizga. Dilbar opa, mana bu jamoani shundaygina Nazimjon bilan nima qila olasiz? Hurmatli mana shu konsertimizning mehmonlari, mezbonlari, barchalaringizga rahmat aytamiz. Mana shu muzikallarimizga rahmat. Mana shu yerga vaqtlaringizni ayamay kelganlaringiz uchun sizlarga rahmat aytamiz. Yana Mirishkor tuman madaniyat bo'limi rahbariyat tomonidan hammalaringizga rahmat aytamiz. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa 1-iyun kuni yana mana shu o'zimizning Jeyno madaniyat markazini shu binosini oldida sahnasida Xudo xolasa bolalar jonlariga mana shunday konsert dasturlarini namoyish qilamiz degan umiddamiz. Rahmat hammalaringizga, e'tiborlaringiz uchun. Ko'zda yoshdek qalqib turibdi olam, rizq ro'zin terib yuribdi odam. Kimdir uyum deydi, kim esa bo'lam, eng avvali hazrati inson bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Shu bilan siz azizlar uchun tayyorlangan konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz va mehringiz uchun katta rahmat. Qaddingiz doimo baland, qadringiz yuksak bo'lsin. Yana uchrashguncha omon bo'ling aziz muxlislar. Hurmatli hamqishloqdoshlar, yana bitta narsani e'lon qilamiz. Mana shu o'tirgan joyga skameykaga telefon qolib ketgan. Kimni telefoni bo'lsa kelib mendan olib ketadi. Mendan kelib olib ketadi. Mana shu telefon menda turadi.